Hozirgi vaqtda ko'pchiligimiz mehnat ta'tilini chet elda o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Kimdir Turkiyada, kimdir Dubayda, yana kimdir boshqa davlatlarga sayohat qilishni rejalashtirmoqda. Lekin aynan sayohatlar mavsumi boshlangan paytda firibgarlar ham faollashmoqda. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda turli xil qaynoq tur, so'nggi joylar, juda arzon narxdagi sayohat kabi takliflar paydo bo'lishi mumkin. Eng xavflisi firibgarlar oddiygina yozib qolmayapti. Ular o'zlarini haqiqiy tur agentlik xodimi sifatida tanishtirib, soxta litsenziya, guvohnoma, shartnoma va boshqa hujjatlarni yuborishmoqda. Hatto ayrim hollarda bu hujjatlar sun'iy intellekt yordamida juda ishonarli ko'rinishda tayyorlanmoqda. Shuning uchun chiroyli hujjat ko'rib, ha, demak, bu firma haqiqiy ekan degan xulosaga shoshilmang. Masalan, yaqinda qaynoq tur nomidan foydalanib, soxta Telegram akkauntlar ochilgan va odamlarni aldashga urinishlar bo'layotgani haqida kompaniyaning o'zi ham mijozlarni rasman ogohlantirgan. Shuning uchun sayohat sotib olishdan oldin, birinchidan, tur agentlikning rasmiy sahifalari orqali ma'lumotlarni tekshiring. Ikkinchidan, sizga yozgan Telegram akkaunti haqiqatdan ham kompaniyaniki ekanligini tasdiqlang. Uchinchidan, yuborilgan litsenziya yoki guvohnomaga ko'r-ko'rona ishonmang. Zarur bo'lsa, uni tegishli tashkilot yoki kompaniyaning o'zi orqali tekshiring. Agar yaqin kunlarda mehnat ta'tilini chet elda o'tkazishni rejalashtirgan tanishingiz yoki yaqiningiz bo'lsa, ushbu videoni ularga ham yuboring. Balki bitta ulashish orqali kimnidir firibgarlardan asrab qolarmiz. Ta'tilingiz maroqli, sayohatingiz esa xavfsiz bo'lsin.